Chanqadim. Davay, ko'p ichma. Senga o'xshab disiplinirni bo'la olmayman. Qancha yugursam ham sen erishgan muvaffaqiyatlarga erisha olmasam kerak. Qancha boshqa odamlardan ko'ra yaxshiroq. Ertalab turib yugurish vaqtida foydali. Orqada ham qolib ketmayapsan почти. Kстати, 2 haftadan keyin yarim final bor. Bo'yiga maksimalni tayyorlanishim kerak. Kelasanmi? Shuncha tayyorlanaman deb kutaman deb o'ylayapsanmi? Men o'zingni aqlingni yasab olasan. Maktabda yana fizik bor. Xuddi o'shanga o'xshaysan. Yaxshimisan? Da. Ana Anjoli doktorga o'zingni ko'rsatarsang bo'lar ekan. Seni ham tuzatib qo'yadi. Boshqa haziling yo'qmidi? Yana Zarinami? Да. Алло, Зарина, привет. Как ты? O'rtaman ketdim. Да, yugurishga chiqqandik. Paxta ko'rishamizmi bugun? Aha, bo'ldi. Kiyim almashtirib boraman. Aha, hop. To'xta! Кстати, турнир почем? 2 haftadan keyin. Kelasan? Обязательно. Можно с друзьями? Да, bemalol. Aytgancha podarkov kiygandim senga. Qo'lingni ber. Вот. Вау. Спасибо. Здорово. Да, очень красиво. Oxirgi payt sport bilan shug'ullanayotganimda Смотрите, mazam что bo'lmayapti. мотивирует. O'zim g'alati his qilaman. Кринж. Кстати, у тебя есть Spotify? Да? Может, проверим нашу совместимость? Я Давай. тебе линк скину. Давай. Может, послушаем? Давай. Yanimiz kelganda ko'rgimiz qadrlash uchun bugungi kunda baxtimiz yo'q bekorga emas hayotingdagi qora butunlar bekorga emas sinovlar o'ldirmasa butunlar Anevrizma bu jiddiy kasallik hisoblanadi. Bunda hayot tarzingizni butunlay o'zgartirishingiz, bizning tavsiyalarimizga quloq solishingiz kerak bo'ladi. Bir haftadan keyin men turnirim bor. Sport bilan shug'ullansam bo'ladimi? Siz nafaqat turnir, balki sportni butunlay tark etishingiz kerak bo'ladi. Oddiygina davleniya ham sizni hayot uchun xavfli, hattoki o'limga olib kelishi mumkin. Buni hech qanaqa davolash imkoni yo'qmi? Afsuski bu kasallik bilan butun dunyo olimlari kurashib keladi. Ming afsus, natijalar juda ham qoniqarsiz. Mana bu tavsiyalarga amal qiling. Allo, Zarina. Da, birinchi ko'rishgan joyimizga kela olasanmi? Da, bu juda ham muhim. Da, hozir kelgan. Bo'ldi, men hozir boraman. Все нормально? Какой-то странный сыс. Yo'q, har doimgidek. Esingdami birinchi shotda ko'rishganimizni? O'sha momentlarni qaytarish uchun butun umrimni bergan bo'lardim. Tinchlikmi? Men senga loyiq emasman. Ты хочешь уйти? Все вы одинаковые.
Da Sardor, nima gap? Qanaqa dastavka? Ha, bo'ldi, olaman. Timur. Sen qachondir shu dunyoda o'zingni ortiqcha his qilganmisan? Bugun eng ideal kun. Sen har doim hammani любимчик bo'lib kelgansan. Hamma faqat seni tanlab kelgan. Men ikkinchi o'ringa tushib qolardim. Oxirgi tilaging bormi? To'xtab tur. Men bilaman. Seni nima xohlashingni men bilaman. Bo'ldi-da, tayyor. Qanaqa qotdi? Atmosferni muzika qo'yamiz. Muzika qo'yasiz. Bo'ldi, ketdim. Tayyormisan? Aqal istoriya olishim kerak. Story saqlabdi. Mana o'rtoqlar, yilning eng zo'r prankning dunyodagi eng zo'r insonni tug'ilgan kuni bilan tabriklagani keldik. Bugun Timurning tug'ilgan kuni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pul so'rayaptimi? Pul so'rayapti. Skoriy chaqiring, jinnimisan? Timur! Tak. Agar buni ko'rayotgan bo'lsang, значит, nimadir neto ketdi. Bu qachon sodir bo'lishini ham bilmayman.
balkim ertaga, balkim 1 yildan keyin. Bu aniq emas. Lekin ba'zida o'zimni umrim kam qolgandek his qilaman. Bu videoni kimdir yig'latish uchun ham olmayapman. Men o'zligimni topishga harakat qildim. O'zim bo'lishga harakat qildim. Qiyin bo'lganda ham, qo'rqqanimda ham, hattoki meni tushunishmayotganda ham. Lekin бесполезно. Ada, oyi. Buni sizlardan berkitganim uchun meni kechiring. Zarina, je t'aime. Sardor, sen meni eng yaqin do'stimsan va hammasi uchun senga rahmat.